O'zi oq tuynuk haqida eshitganmiz. Oq tuynuk bu qora tuynukning aksi. Qora tuynuk materiya va energiyani o'ziga yutib yuborsa, oq tuynuk materiya va energiyani faqatgina chiqarib yuboradi va ichkarisiga hech narsa kira olmaydi. Shunda oq va qora tuynuklar to'qnashsa nima bo'ladi? Qora tuynuk butunlay yo'qolib ketadimi? Nazariy jihatdan oq tuynuk va qora tuynuk o'zaro ta'sir qilsa, bu juda murakkab va g'ayrioddiy hodisalar sodir bo'lishiga olib keladi. Lekin mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, qora tuynuk hamma narsani o'z ichiga yutib yuboradigan bo'lsa, oq tuynuk o'z ichidan chiqarib yuboradigan bo'lsa, demak, qora tuynuk oq tuynukni ham yutib yuborish kerak bo'ladi. Bu hodisalar haqidagi nazariyalar hozircha faqat matematik modellar va nazariy farazlarga asoslangan. Ular to'qnashgan paytda biz bilmaydigan fizik hodisalar ro'y berishi mumkin. Bularning barchasi gipoteza. Nima ro'y berishining aniq emasligini sababi oq tuynuklar bu shunchaki nazariya va ular bor ekanligini hali hech kim isbotlamagan. Lekin o'zi oq tuynuk haqidagi gap, g'oya, nazariya qayerdan paydo bo'lgan? Shuni aytib beramiz hozir. Oq tuynukning nazariyasi mana shu Eynshteynning nisbiylik nazariyasining konsepsiyasiga kirib ketadi va uning ma'nosi shundaki, agarda qora tuynuk bor bo'lsa, demak oq tuynuk ham qayerdadir bor. Va juda ham sodda, qo'pol qilib aytadigan bo'lsam, qora tuynukka ichiga kirib ketayotgan narsa oq tuynukdan chiqishi kerak. Ushbu g'oyani Igor Novikov degan sovet va rossiyalik astrofizik va kosmologning ishlarida ko'rsak bo'ladi. 1964-yilda uning ishlarida birinchi marta mana shu nazariya paydo bo'lgan.